televideniyega 561 milliard so'm pul ajratildi. Bizani to'laqonli axborotlar bilan, yangiliklar bilan ta'minlab turish uchun, bizani ko'zimizni chalg'itish uchun emas, bizani oldi qochdi narsalar bilan aldab turish uchun emas, bizga axborotlar berib turish uchun. Mayli, bizani agar musulmon davlatlar qiziqtiradigan bo'lsa, musulmon davlatlardan yangiliklarni ko'rsatsin, zulmni ko'rsatsin. To'g'ri, voqea hodisalar ko'rsatiladi. Qaysidir hayvonot bog'ida ayiq bolalagani, sher bolalagani, yozda qor yoqqani ko'rsatadi, lekin dolzarb voqealarni ko'rsatmaydi. Tasavvur qila olasizmi? Ertaga televideniyani yoqqan paytingizda telekanallarda Xitoy musulmon Uyg'urlarga zulm qilyapti deb turib gapirilishi mumkinmi? Aslo gapirilmaydi. Nimaga? Chunki O'zbekiston hukumatining, O'zbekiston davlatining pozitsiyasi Xitoyni qo'llab-quvvatlaydi. AQSh davlat kotibi Michael Pompeoning Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekistonga Xitoydagi Uyg'urlarni qo'llab-quvvatlash borasida bergan tavsiyalarini inobatga oladimi O'zbekiston? Biz hozir aytganimdek, hozirgi pozitsiyadan kelib chiqqan holda biz aytganimdek Xitoy Xalq Respublikasini ichki ishiga aralashmaymiz. Xitoy elchixonasiga biz aytdik, hech qanaqa bizani o'sha ma'lum bir qanaqadir tadbirlar bo'lganda biz bu masalalarni hech qachon ko'tarmaymiz. Xitoyga nisbatan bo'lgan mana shunaqa masalalarni hech qachon biz ko'tarmaganmiz ham ko'tarmaymiz ham. Buni hech qanaqa muhokama qilish kelgusida ham muhokama qilish hech qanaqa bizda nimamiz yo'q. Reja ham yo'q hech qanaqa. Xitoy hukumatı Uyg'ur musulmonlarga nisbatan zulm qilyapti, qiyinchiliklar bor, qiynoqlar bor va bu narsani O'zbekiston hukumati, O'zbekiston davlati bu Xitoyning ichki ishi, ichki masalasi deb turib, Xitoyning hukumatini qilayotgan ishini, pozitsiyasini qo'llab-quvvatlab turibdi.